Yosh iste'dodlarni kashf etish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda san'atga bo'lgan qiziqishlarini yuksaltirish maqsadida tashkil etilgan Jajji Nurli yulduzlar ko'rik-tanlovining tuman bosqichi Buloqboshi tumanida ham o'tkazildi. Barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining iqtidorli tarbiyalanuvchilari mazkur tanlovda faol ishtirok etib, qo'shiqchilik, milliy va zamonaviy raqs, badiiy so'z, sahna ko'rinishlari kabi yo'nalishlarda o'z mahoratlarini namoyon etdilar. Har bitta jamoadan 5 nafardan tarbiyalanuvchilar kelib ishtirok etishdi. Nizom talablariga ko'ra ularni baholadik. Yoshligidan, bolaligidan musiqaga bo'lgan san'atini, qiziqishlarini kashf qilyapmiz. Tanlov tasdiqlangan nizom talablari asosida tashkil etilib, ishtirokchilarning chiqishlari, ijro mahorati, sahna madaniyati, obrazni ochib berishi, ijodiy yondashuvlar asosida hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Tanlov tasdiqlangan nizom talablari asosida tashkil etilib, ishtirokchilarning chiqishlari, ijro mahorati, sahna madaniyati hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Shu bir narsaga qoyil qolyapmanki, bekorga prezidentimiz 5 ta tashabbusni bizga yo'llanma qilib bermagan. Mana shu tashabbus doirasida ham quyidan yuqoriga qarab degan, mana bolajonlarimiz nihoyatda chiroyli tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Albatta bu yerda tarbiyachilarning o'rni katta deb o'ylayman. Sababi bu tadbirda tashkil qilishdan maqsad aslida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'analarimizni farzandlarimizga yoshligidan singdirib borish va ularni kelajakda mana shu ona vatanimizga sadoqatli farzandlar bo'lib tarbiyalashdan iborat. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlar yakunida eng munosib ishtirokchilar saralanib, tanlovning viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Bugun sahnada ilk qadamlarini tashlayotgan jajji yulduzchilarning ertangi kun yulduzlariga aylanishi uchun bunday tanlovlar muhim ijodiy maktab vazifasini bajarmoqda. Dilfuz Ahmedova, Donir Aliyev, Andijondan.